Uch mashhur o'zbek ayoli Xadicha Sulaymonova. Ikkinchi qism. Qatag'on qurbonlarini oqlash. O'tgan asrning 30-40 yillarida o'zbek xalqining boshiga qatag'on deb atalmish mudhish falokat tushganligi tarixdan ma'lum. Siyosiy vaziyat biroz yumshagandan keyin nohaq qatag'onga uchraganlarni oqlash bo'yicha maxsus respublika guruhi tuziladi. Guruh a'zolaridan qatag'on qilinganlarning hujjatlarini, tergov, sud jarayon materiallarini, ayblov xulosasini, sud hukmining asoslanganligini va boshqalarni alohida diqqat bilan o'rganish talab qilardi. Biroq guruh a'zolari orasida huquqshunos bo'lmagani uchun Jinoyat kodeksi moddalarini talqin qilishda qiyinchiliklarga duch kelganligi sababli guruhga Xadicha Sulaymonova doimiy maslahatchi qilib olinadi. Huquqshunos sifatida juda katta bilimga ega Xadicha Sulaymonovaning yordamiga kelishi bilan yuridik nuqtada nazardan to'g'ri xulosalarga qilinib, begunoh insonlarning qismatiga adolatsizlik bilan yopishtirilgan salqin la'nat olib tashlana boshlaydi. Yosh olima ayolning bilimli, aql-idroki, qat'iyati guruh rahbari O'zbekiston Ministrlar Совetining raisi Nuriddin Akramovich Muhitdinovni ham hayratga soladi. Bu haqida Nuriddin Muhitdinov o'zining xotiralarida qatag'on qurbonlarining hujjatlarini huquqiy nuqtai nazardan sinchiklab o'rganishda guruhning asosiy maslahatchisi bo'lgan Xadicha Sulaymonovaning mehnatlari katta bo'lganini alohida e'tirof etadi. Nuriddin Akramovich Xadicha Sulaymonovadagi sohaga bo'lgan fidoyilik, qiziqish va kasbga sadoqatning nima sababdan paydo bo'lganligi sababini so'raganimda 30-yillarda tutingan otasi va yaqin qarindoshi tuhmat bilan qamoqqa olinganini, azoblarga duchor bo'lganini, shu bois uning qalbida huquqshunos bo'lish istagi paydo bo'lganini aytdi, deb yozadi. 30-yillarda O'zbekiston Kompartiyasining birinchi kotibi lavozimida faoliyat yuritgan Akram Ikromov va O'zbekiston Xalq komissarlari Совetining raisi bo'lgan Fayzullo Xo'jayevlar 37-yil qatag'onlarning qurbon bo'lishgan. Ularning ishlarini ko'rib oqlash masalasi ko'ngildan kutilgandek SSR Bosh prokuraturasi muhokama etilib, hal qilinishi lozim bo'lgan bir qator jiddiy muammolar paydo bo'ladi. Shunda Nuriddin Akramovich va Xadicha Sulaymonovalar Ikromov va Xo'jayevning ishlarida oid barcha hujjatlar bilan Moskvaga borib, SSR Bosh prokurori Rudenkoning kabinetiga kirib borishadi. Shu payt Bosh prokurorning muovini va uning ikki xodimi Ikromov va Xo'jayevga taalluqli bir qancha jinoyat ishi hujjatlarini ko'tarib keladi. Shundan so'ng bir tomonda Bosh prokurorning muovini va yana ikki xodimi, ikkinchi tomonda Nuriddin Muhitdinov va Xadicha Sulaymonovalar o'rtasida Xo'jayev va Ikromovlarning taqdiri qanday bo'lishiga bog'liq bo'lgan muhokama boshlanadi. Bosh prokurorning muovini va uning xodimi O'zbekiston vakillariga Ikromov va Xo'jayev ishiga doir bir-birlaridan murakkab va ilmoqli savollarni bera boshlaydi. Xadicha Sulaymonova har bir savolga dalillar asosida shoshmasdan xotirjam javob berar, ba'zan o'z fikrini isbotlaydigan hujjatni olib savol bergan prokurorning oldiga qo'yar edi. Shu tariqa Xadicha Sulaymonova Xo'jayev va Ikromovning aybsizligini faktlar bilan isbotlab bera oladi. Sizlar yutdingizlar, Nuriddin Akramovich. Endi hamyurtlaringiz Akram Ikromov va Fayzullo Xo'jayev ham albatta oqlanadi, deydi Rudenko. Lekin men mana bu qizimizga qoyil qoldim. Bunchalik chuqur bilimga ega o'zbek qiziga men tan berdim. Roman Andreyevich, bu qizimiz yuridik fanlar doktori, professor Xadicha Sulaymonova, Toshkent yuridik institutining direktori. Nuriddin Akramovich Muhitdinovning o'z xotiralarida shunday deb yozadi. Uzoq Andijondan chiqqan o'zbek qizi shunday dunyoga mashhur prokurorni ham, uning xodimlarini ham qoyil qoldirdi. O'sha yillarda hammasi bo'lib O'zbekistonda 40 mingga yaqin to'kib chiqarilgan aybnomalar bilan xalq dushmani deb otilgan yoki uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilingan kishilar oqlandi. Bu tarixiy ishda Xadicha Sulaymonovaning salmoqli hissasi bor.